Hop. Dehqon xonadondamiz. Shoshilib qolaverasizlar. 100%, 100% dehqon, semental bir donaga. Assalomu alaykum Hamza Uz kanali obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasi Navruz ko'chasidan videorolik tayyorlayapmiz. Bir donagina semental novvosimiz bor ekan, shular sotilar ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sizlar bittadan legitimiyasini bosib, qo'ng'iroqchalar yoqib ketaverasizlar. SMS bo'lib yetib boradi. Obunachilar, novvos ham o'ta go'zal ekan. Sirazi sotilar ekan, qo'da yurgan. Mana ekan nima deyapti bu turishlari? Janovar. Janovar. Bo'ylariga kelananan bo'lsa, bo'ylari mana yugurishlari soppasom. Baquvvatdinam polvon o'zi gaplashar ekan. Dadalari Rossiyada ekan, o'zlari gaplashishar ekan. Soda sunnat akalar, sodani qilib bemalol kelishlari mumkin. Hozir bo'ylari 1.30 plus minus chiqaveradi. Balkim 1.25, balkim 1.30 dir. Plus minusda aka 1.30 ekan bo'ylari. Bemalol kelib ko'rib yemishlari zo'ra polvon. 100% ekan dehqondan. Olaman deganlar bo'lsa, shoshilib qolaverasizlar. Mana. Polvon qancha yetamiz endi? 41 kami bor. 41 minut kami bor. Vit kami bor. Akalar soda sunnat bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Sirazi aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlariga aloqaga chiqinglar. Bemalol. Mana novvos o'ta go'zal. Salomlilar hamma yo'q. Necha oy bo'ldi? Bu birga kiradi yaqinda. Yaqinda 1 yashar bo'ladi. Iyulda birga kiradi. Hozir dedida 8 oylik, 9 oylik ekan. 9 oylik 10 oylik. 9 oylik 10 oylik atrofida mol ekan. Aka juda shoshilib mol oqtarib yurgan akalarimizga yuborib qo'ygan mollarimiz sotiladi. Ishqibotlar bo'lsa sotiladi. Bo'lmasam soda sunnat bemalol telefon qilaverasizlar. Ekranda nomerlarga nomerlar qoldirib ketamiz. YouTube'da tagiga qarasalar nomer qoldirib ketamiz. O'shalarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi xayrlashaveramiz. Soda sunnat akalar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun ehtiyot qiling, yaqinlar uchun. Salomat bo'ling, ko'rishamiz. Siz bittadan legitimiyasini ayamanglar.